يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetlik televizör köykçü braderlerimiz. Bizdeki bu katımki yani İslam ve Hayat programımızdaki yani namaz temisi de toxtalıvatımız. Namazdaki üstüde toxtalıp gitparımız. Biz yani aldığımki derslerde namazdaki farz ve okuluş şekli, onundaki namazdaki qaysi namazda mesela cehri okuymayız, qaysi namazda mehfi okuymayız, kancıcı rekette digerledek ve onundan ki mesela cemaat meselesi de toxtaldık. Yani cemaat yani farz namazını mescitte cemaat olan okuşniki hükmü nime yani kandak boludu. Onunki ahkamlar kandak ve onundan başka cemaat oğandaki imam bolu demdi. İmam oğandaki imam kandak adam yani imam buluşqa layık. Qandaq oğanı cemaat oludu. Onunki sani qançalik digerlerinin üstüde biz toxtaldık. Biz hem de hazır namazın umumyüzlük biz hazır hem de okup olduk. Oqandakin biz hem de terasiz namaz okuş katib olmaydı hem de. Yani insançılık mesela bir adam namaz okudu da namaz okudu değil. Namazın işçide turup mesela bir adamdaki teriti sınıp kedidiğen yüz ihtiyarsız bunu kanap kedidiğen bunda bir işlava. Buna şu olunca qanday qilamiz? Aslında bizdeki yani akli tefekkürümüz boyunca yer bir adam namazın işi tuturup ihtiyarsız aldı akıdan bir narsa ketdi. Yoki bo'lmaydi bunu kanap ketdi. Mana shuni qaragan vaqtda namoz buzib ketadi. Bu bizning aklimiz bu yani namozga zid bir qiliq bo'lgan ekan. Ammo Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet kılınan hadiste bunda demaydi. Biz onun için biz aklımız ne? Yani fikri akıl, tefekkür ve ondan başka yani kılışımız bu erkeklik fakat Kur'an hadisteki ruhiga yani ruhiniki aslında yani sayısındaki aslında buluş gerek. Şunun için bu vakte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'nınki beni mujna diligen bir hadis var Ayşe radıyallahu ta'ala anhadan şu hadiske asasen biz hem de Ayşe radıyallahu ta'ala anha şuna deydi. Peygamber sallallahu şuna degen. Bir adam şu adamga qusuptu namazın işide. Yoki mazi kiptu yani terasdan duruş ish kelgan bo'lsa, meni bundaq adam qaysun tarat asun anadaki tarat ep bo'lgandan keyin o adam şu qilib qolgan yerdan shak berib yo o'z joyidan şu qilib qolgan yerga kelib mushundaq o'qsin. Shundaq qilish fakat o adam gap qilman bo'lsa shundaq qilsin degan meni Peygamber sallallohu alayhi vasallamninki mushunda bir hadis var. Mushu hadis bo'lganlik uchun biz o kıyasımızı yani aklımızı yerga qo'yib qo'yamiz. Shuning uchun agar bir adam namozning ishida turib mushundaq tashahhudda bo'lmasin yoki ta salom bergichilik orliqda ya tersi sinib ketibdi, bir narsa ketibdi, aldaqidan ya burni qanab ketibdi ya mesela ko'ngli elishib mesela qusush ahvoli yuz beribdi. Yuz bergan bo'lsa bu adam darholliqqa berib bu adam hech qanday bir gap qilmay tarat qanığı berib, taratı sındırıp, onun deyken tarat elip, eğer imkan bolsa, şu yerda okuda ya olsa, men iş yıkılması için, ben aşağı berib, aşağıda, kaya, kandağı, nerede toxtuğan bolsa, şu yerda berib, ulapla, qağını okap, ulapla, salam berib, çıksa, bu budu dendi. Bu, Peygamber Sallam'ın rivayet kılgan hadis. Ama imam bolsa qanday qılıdı? İmam, eğer hem de bu yalğız namaz okugan, sünnet okugan, o hakaza, kişilerdeki
işler bu. Endi bu iş eğer teşahhütte kim bolsun? Endi teşahhütni okup bolgandan keyin aşta iş yüz bersinmi? O adam yine aşındaq taratxanaga berip qaytadan tarat elip anadaki kelgan yerden yani attayat okup Allohumme salli ala alani okuyma degan vaqt shunday ish yuz bergan bo'lsa, yine gap qilmay berib o adam shu yerdan yine kirib tarat elip ya joyida agar namoz o'qigan ya bo'lsa, ya bo'lmasa joyiga kelib ashta o'qishchi kerak. Chunki o odamniki namozi chiqib qolmaydi. Chunki namozni chiqish ya bir qiliq bilan yoki va'gaza ishlar bilan bu farz. Amma assalomu alaykum rahmatulloh deb ikki tarafga salom berish orqali chiqish bu vojib. O adam uni qilmagan bo'lgandan keyin texi o odamniki namozi tugagan bo'ladi. Shuning uchun ishni bundaqcha qilish kerak. Ammo mushtaq qilish kerak. Lekin endi bu yangi yil boshida o'qiyman-go desa, umi bo'ladi. Yani boshqadan o'qib, o'chaning o'zida yana boshqa takbir etib, uni quloqqa qilib boshqadan o'qisa, bu yaxshi. Ammo unda qilmay, yani qaytadan boshqaga yer ulab o'qiyman desa, bu bo'laverdi. Endi bu adam imom ekan. Imom bo'lsa qanday bo'ladi? Agar imom bo'lib qolgan bo'lsa, u adam shu imom xonim shu namoz o'qitayotgan vaqtida ashta ish yuz bergan bo'lsa, u adam o'zining yeniga darhollikqa bir adam akirib to'xtatib qo'ydi. Mana u to'xtatgan adam shu kelgan yerda namozni mana o'qib tamomlashtiraverdi. U adam anadakin shu hojatxonaga berib, taratxonaga berib gap qilmayamdi. Tarat elib namoz o'qib, tarat elib qildi. Agar o adam shu yerda namoz o'qiydigan ashuna ya bo'lgan bo'lsa, agar imom qilib qo'ygan adami namozni chiqib bo'lgan bo'lsa, u shu yerda tamomlaydi. Agar o adam u yer namoz o'qimaydigan ya yo'qkan, joyiga kelib o'qisin bo'ladi. Ammo imom qilib qo'ygan adam u namozni mana u chiqib bo'lmagan bo'lsa, u chaning o'zida mana o adam qanday qiladi? Ash adam iqtido qilib yana qilib qolgan yana nima qilmaylar, salom berib namozni o'qib tugataverdi. Qaytida qo'yib ya qilib qolgan o'qiyman demaydi endi. Ham shuningdek endi iqtido qilgan odammi shunday bo'ladi. Iqtido qilibdi masalan oqida bir odam iqtido qilgan bo'lsa, ya'ni shunday bir ish yuz bergan bo'lsa, o'chaning o'zida u odam darhollikqa mana xaloq berib, o'zidagi nemisini tugatib, unidagi tarat elib, agar imom o'qib bo'lgan bo'lsa, agar namoz o'qiydigan u yerda bo'lgan bo'lsa, shu yerda namozni tugatib qilish kerak. Agar o imom, o imomi, o odamniki imomi namozini tugatib bo'lmagan bo'lsa, shu qaytib berib imomga iqtido qilib namoz o'qiyverdi. Bunda qilish kerak. Endi u yerda o'qisin bo'ladi agar imkon bo'lsa, yoki bu yenib kirib, joyda o'qisin bo'ladi. Agar imom o'qib bo'lgan bo'lsa, o'z ayrim kelgan yerda o'qib salom berib tugatadi. Imomga iqtido qilish shundan tamom holatga keladi. İş bunda endi. Şunu da bu iş tugidi endi. Bu iş tugidi. Bu endi namoz buzib ketish kerak, ammo biz aqlimiz bo'yicha buzib ketish qargan bo'lgandiki, bu aql biz aql bilan Qur'on, hadis, ya'ni islom dininiki bir yerdagi nas ikkisi zid kelib qoldi, hargiz zid kelmaydi. Bizning aqlimiz zid kelib ketdi endi. Ya'ni shundoq, ya'ni aql qilib. O'chadagi aqlni darhol tashib etib, biz Qur'on, hadis nima degan bo'lsa, shuning soyasi bo'yicha aqlimizni shunday yurgizamiz. Bu aql meniki, aqlim bor, fikrim bor, tafakkur quvvatim bor, men o'ylay oladigan, xiyol qila oladigan bir narsani shundoq, undan qila oladigan odam deb o'zini tamanno qilib, o'ziniki aqlini Qur'on, hadisning ustiga qo'yish bu tubdan xatolik ham ezib ketganlik bo'ladi. Shuning uchun biz undan yerda hadis nima degan bo'lsa, Qur'on nima degan bo'lsa, biz aqlimizni darhol to'xtatib, shu bo'yicha ish qilamiz. Endi ish shunday bo'ldi. Agar bir odam namozni turibdi, namoz o'qibdi, Allohu akbar deb tarat elib, amma shu shakr bo'yicha, u odam masalan saram bo'lib ketdi namozning ichida. Yoki voshda ketibdi u odam, yoki ehtilom bo'lib ketdi. Ya'ni qanday bo'libdi, bir narsa o'ylabdi deyli yoki nima bo'libdi, shuna shahvat qo'zg'alish orqali namozning ichida turib, u odamdan endi ehtilom bo'lib ketdi. Yani bu cemiyetçilikte bulmaydı değil, bulmaydı endi. Yoki o adam namazın içinde bir işini oylab, yoki bir iş qilib, qaqaqlab, ovozi chiqqan holatda kulib etibdi. Yoki qasddan tarasindirib etibdi. Yuqorqiga ixtiyorsiz tarasinib ketibdi endi. Uqmasala shu ixtiyor qilib shartda ya qanab ketibdi, yo bir narsa ketibdi. Manada namoz ikkiga o'qib turib, bu odam taratni tarasindirib etibdi endi. Yoki o adam
Şu adam geldi, etrafı namaz okutkan bolsa qanday olgan ya hayvanat var ya kişi olib apırıp bu adamni kiyim muhakaza namaz okuydigan kiyimlerge yo muşunda süydük çiçirap ketipti. Yoki tosatdan ögüzdün bir narsa töpüne bir narsa tuş arqılıq o adamning beshi yerilib ketibdi, qanandi, qanap ketibdi. Ya adam gumon qilibdiki, men o tartibchi ketdi, o ketganda qiladi deb o'tirib, shuna shu gumon bilan o adam meni masjidga chiqitibdi. Masjidga chiqitibdi. Masjid olgan bolsa, ya masjid ketmay o adam, masjid ketmay, shu turayotgan sepidin meni o'tib ketibdi. Masjidniki nemiz sirtiga, shu sap munda olgan bolsa, sapni o'tib bir sapga chiqib ketibdi. Anadaki chiqib bo'lgandan keyin ya masjidga oyoq kelib bo'lgandan qarab baqsa, tarti undaq emas. Bir narsa ketganda, mesela suydik yo'l, bir narsa ketganda qildi yoki bir narsa oqidan yelchi kasiga o'rnib qo'ymaydi. Ana shunda qattiq suyuq bir narsa ichi mujda bo'shab ketgan vaqtda ish surib keldik. Mujda bo'lgan vaqtda bir narsa yo'lda bir narsa ketganda voy deb shuni gumon bilan qarab baqsa, u yerga ko'rib yo'q. Ammo uchoqning o'zi shunda bo'lgan vaqt o'zida mana mushu suratlarning hammasida namoz buzilib ketadi. Namozni qayta mana o'qish kerak. Agar bu odam ashta ish yuz beribdi, yuz bergan vaqtda u odam mana masjiddagi sirtiga chiqmabdi, yoki sapdan o'tib ketmabdi. O'tib ketmagan bo'lsa qarab baqsa, yo'q, yo'q, bundan o'qib qo'yibdi. Derhal o adam kirip yine aşkaya yerik namazını yine qaytadan mana o'qib shu yerdan o'qiyverdi. Eğer şu teşavvuddan keyin ashta ish yuz bersimi, yine qayta ulab ashta o'qiyverdi. Ish bunda. Eğer de mesela tayammum qilish masalasi to'xtaldik. Bir adam hamda su topamgan vaqtda tayammum qilishni yuqorida shartlarda kitobi tahoratda buning ustida to'xtaldik. Bir adam hamda tahorat Dalaydı su yoktu. Tayammum kıldı. Tayammum kılıp qanday oldu maşını va kaza yoki bir narsa deyli. Mujna bo'lish orqali o adam mesela namazın işi tutup turdi, tasodifiy yerda su kirib qoldi, yoki su kirib qoldi atrofidan deyli. Shu chog'da darhol o adamniki namozi ham buzib ketadi. Buzib shu chog'da darhollikqa o adamniki ya'ni suvga ega bo'lish, suvni ishiltib tarat elish qudrat u yerda hosil bo'lgan ekan, o adamniki namozi u yerda buzib ketadi. Shuning bilan u tarat yani suni elib o adam başka tarat edip namazını başkada o'qiydi hamda. Endi nima uchun bunday bo'ldi deganda o adam o qiliq bilan yani o'ziniki qiliq bilan chiqatmagandiki namozda boshqa bir odamniki yani ixtiyorsiz narsalar chiqatgan bo'lgandan keyin o odamniki o namoz oyat buzib ketadi. Agar rasmiy bir qiliq bilan yoki bunday qilib men namozga chiqdim degan qiliq bilan bunda chiqqan bo'lsa, unidagi suvni ko'rgan bo'lsa, o'chan o'zida mana namoz buzilmaydi hamda. Bunu da namaz buzulup ketadi, bunu qaytadan o'qish kerak. Biz endi namozniki ishidagi namozini buzvatadigan ham namozniki ishidagi makro ishliniki ustida to'xtalamiz. Bu bir mazmun tugidandi. Namoz asli namoz bilan odatdagi holatimiz qat'iy o'xshashmaydi. Ya'ni takbir tahrima degan yani şu namaz o'qishdan burunki dunyoviy bütün ishlarning hammasini men Allohu akbar deb quloq qoqqandan keyin men o'zimga uni qilishni qat'iy to'sdim. Yani harom qildim. Uni yeb, ichish, mengish, turish, gap qilish deydigan normal ishlar. Buni men butunlay harom qildim. Endi qilsam bo'lmaydi. Men Allohning oldida turyapman. Allohning oldida turib, Allohga men deydigan gapini men deyapman. Alloh qulchiligimni ado qilyapman degan bir shakl bo'ladi endi. Unda bo'lgandan keyin mana mushu nuqtadan etqa vaqtda namozniki mana shu namozning ishi turib bir odam mana qandoqda kim bo'lmasin bir odamniki gaplarni mushunda gap qilib solgan bo'lsa, bu odamniki namozi buzib ketadi. Mana qandoq insonning gapida bir gap bo'libdi, ya kel, ya ketdi, ya mang, ya tu deganidek, ashda bir gapni mayli unutilgan yoki qasdan desin, namoz buzib ketadi. Bu odam qayta o'qish kerak. Ikkinchidan o odamniki mesela salam beripti. Mesela assalomu alaykum deb namozning ichida o'qqanligini bilib turib, assalomu alaykum deb bir odam yani o'qqolmaydi ham hurmati yuqoroq bir odam bo'lib qolgan bo'lsa, assalomu alaykum deb kelibdi, bu chog'da o odamniki namozi buzib ketadi. Ammo qasam bo'lmay ixtiyor bo'lgan bo'lsa, u chog' namoz buzib ketmaydi. Yana birisiga ekan, uchinchi. Bu odam namozniki ichida turib, bir odam assalomu alaykum deb uyga kiribdi, o odam namoz o'qiyotibdi ekan. O odamga va alaykum assalom debdi. Mayli qasdan, mayli sahvan ya o'qimasdan yo tili ketib ketdi. Ashundaq degan bo'lsa,
Meni va alaykum assalam degan bo'lsa, o'shanimizda bu odamniki namozi buzilib ketadi, qayta o'qish kerak. 4-dan u odam mana namozning ishida turib injiqlabdi. Ya'ni ovozi bor. Bekatib qilib. Ya'ni mushundaq injiqlash qilish orqali namozning ishida shuna injiqlagan bo'lsa, bu injiqlashqa u odamniki ovozi ko'tarilib chiqibdi. Mana buna vaqtning o'zida namoz, mana bundaq odamning namozi buzilib ketadi. 5-chi, mana yig'labdi. Bir og'rib ketibdi, aytibak, ya bir narsa qisibdi, ya nima qilibdi, bu odam yig'lab ovoz ko'tarilib ketibdi. Ko'tarilib ketgan bo'lsa, mana bundaq odamniki namoz buzilib ketadi, qaytadan o'qish kerak. Ammo yig'ilgan vaqt o'zida oxiratning ishini deb yig'labdi. Masalan, Allohniki shu u dunyodagi mahshirgoh, qiyomat kunida bo'ladigan ish va undan boshqa fulsirat ko'vrigi va undan boshqa masalan davzaxdagi bo'lgan azob uqubat mushul o'ylab bu odam tabiiy holatda Allohniki kattaligi, ulug'ligini o'ylab, o'ziniki banda, tavan odam ekanini o'ylab, mushundaq qilish orqali u chog'da bu sabab bilan yig'ilgan bo'lsa namoz buzilmaydi. Ammo buning g'ayrida bo'lgan boshqa bir shay ila bilan oyatda deganimizdek, bundaq holatda u odam ishni yig'lab ovoz ko'tarib qoladi ekan, mana bu odamniki mana namozi buzib ketadi. 6-si bir odam mushundaq, ya'ni beka sababsiz debdi namozni ishitib turib. Ya bir odam gap buni qaytibga ballar bir ish qaytibga deyli. Aşağıda bir ishni qilib, bunda qilish debdi masalan. Yana anaga ana qilma deganda tahdid qilib. Bundan qilaman namoz buzib ketadi. Ammo o'zir borkan, o'zir qavm, ya o odam o'pib ketsa, yo'talimiz bo'lmaydi, uni ixtiyor tutolmaydi hamda. Tutolmay o'zligini fe'lab ketib, bundaq bir holatda qon bo'lsa, uni namoz buzilmaydi. Ammo o'z ixtiyor emas turib, bir odam unda qilayman deb kelib hamda odamlarni qilolmaydi ham gap salg'a ishi bor. So'rab kishi namoz o'qigan nima o'qigan. Deb qolsa odam qilib shuni javob berib, debdi. Yoki buni debdi. Yani kalamni qatori kirib bu qat'iy buzib ketdi namoz. Agar ashunda qilib qolgan bo'lsa, mana bundaq odamning namozi namoz emas, namozni qayta o'qish kerak. Mana 7-si, mana o odam namozda ishida turib, o odam mana bir odam tush ko'rib ekan, tush ko'rgandan keyin uningga javob beribdi. Ya'ni bir odam afsha desa, bu odam qilib namozning ishida mesela yarhamukalloh debdimdi. Yarhamukalloh desa, bunu bilan o odamniki namozi buzib ketadi, qayta o'qish kerak. 8-si, mana 7-si. O odam yani 8-si, o odam mesela namozning ishida turib, qanda bir sirti bir odam gap qilgan bo'lsa, shu gapga bir xil javob beribdi. Yani oyatda deganimizda, ya unda qilayman, bunda qilayman, debdi, yoki bunda debdi, ya bir narsa qilibdi. Mujunda sirti deyilgan bir odamning yepiga namozni ishtirib, o odam shuni javob bersa, mana bu odamniki namozini buzib ketadi. Agar zikr bilan bo'lsa-mi, buzib ketadi. Masalan, mani qilaymi baba, ota, ya apa yoki ma ish mandahmo desa, alhamdulillah debdi, yoki subhanalloh debdi. Deb mujda javob bergan bo'lsa, buning bilan o odamniki namozi buzib ketadi. Qaytadan mana o'qish kerak. Mana 9-si, mana 10-si, mana o odam mana sirtda bir odam Qur'on o'qiyotib ekan, o odam namozning ishida, o odam topolmagan bo'lsa, xato o'qib qolgan bo'lsa, o odam namozning ishida turib, uni lo'qmi solgan bo'lsa, deb bergan bo'lsa, bu odamniki namozi buzib ketadi. Ammo o'ziniki imomi, mesela o'zing imomi ezib ketibdi, mesela oyatni o'qiyman deb, ya undan bunday ketibdi. Bu chog'da o'ziniki imomiga lo'qmi solgan bo'lsa, deb bergan bo'lsa, bu chog'da o odamniki namozi buzilmaydi. Hem shuningdek bir odam yani Qur'on mesela namozning ishida qiroat qilish, men 11-si. Bu farz. Endi qiroat qilish yo deb o'qish kerak. Xushudan bo'ladi. Ammo bu odam namozni Qur'onga qarab o'qitdi. Mana ashundoq Qur'onga qarab, ashundoq o'qigan bo'lsa, mana o odamniki namozi mana buzib ketadi. Bunga diqqat çok qilishimiz çok kerak. Yani Qur'on qarab namoz o'qibdi bu odam. Mesela o'zini so'roqimda oldi Qur'onni o'qib qo'yibdi bu odam. Yani o'qib qo'ydi, ya qo'lida bunda tutib o'qibdi. Mana bunda o'qigan bo'lsa, o odamniki mana namozi buning bilan buzib ketadi.
Endi bunu nima buzuladi desa, namaz içine huşu bo'lgandan keyin u yerda Qur'on o'qiymi deb amal qiladi, jiq qiladi va kaza qiladi. Buning bilan bu amali kasir qatori kirdi. Shunga buni buzib ketadi. Endi birisiga ekan 12-si namoz buzadigan qadamning 12-si nijosatning ustiga sayda qilibdi. Masalan, bu odam yerda nima yo'q, pokiz. Ammo sayda qilgan yerda bir paskil bir narsa bor. Ya rahniki nimasi bor, qonning nimasi bor, ya tezak va kaza bir narsa, paskil narsa bor. Shu chog'da odam o'qib turib o'sha sayda qilgan bo'lsa, mana u odamniki namoz buzib ketadi, uni qaytadan o'qish kerak. 13-si mana u odam namozning ichida turib asli cho'ng duoni hem Kur'an-ı Kerim, hadis Resulullah'da neymi degen bolsa şu bo'yicha duo qilish kerak. Ama o adam namazın işi turib, mesela adette adamlarda so'riladigan bundan narsa bilan duo qilibdi. Nima debdi duodan? Mesela teşahhud o'qiymiz, bu vacip. Undan keyin durud o'qiymiz, ikki durud bu sünnet. Undan keyin duo qilamiz mustahab. Mesela Allohumma Rabbana o'qiymiz, ya Allohumma g'firli o'qiymiz, bu mustahab. O adam hem de onun o'qigandan boshqa yoki shuning o'rniga adette kişilerde sorulduğun bir narsani so'rabdi. Mesela nima debdi? Ya Allah, bana bir xotin nasib qilgan, ya falan xonimni bana ep bergan. Ya bana 100 ming ko'p bersine ya Allah, müşda holat tushib qoldim. Yoki mening maishimda bo'lib qoldi, ya Allah ayagi shu qilib bersin deb bu ishlar insonlarda so'rasak, mana insonning qo'lida keldigan ish. Mana bundaq ishi bilan, mana bundaq duo bilan duo qilib qolsak, mana namozimiz şu arqılık buzub ketadi, qayta o'qish kerak. Ama namazı sırt vaqti yüzüden Allah Teala'dan aşındak dua qilishimiz, unida hech qanday nima yo'q, unida karahiyati yo'q. Ama namazın içinde bu bo'lmaydi. Çünkü namazın içinde onu muhim bir yerinde. Qarab turib, o xalqning ehtiyoji bo'ladigan yerga verib, hem Allah'ın aldığı verib, onu dua qilish degandek to'g'richu emas. Shuning uchun buzib ketadi. Endi 14-si namozni buzadigandan keyin 14-si yiyish. Mayli. O adam mana qanday bir narsa kelsin, yesa, qo'lidagi bir narsani yapdi. Deydi. Mesela qo'lidagi bir narsani yapdi, mesela ya bir narsa ko'rib tushib ketgan, mundaq qilib yapdi. Buni bilan namozni buzib ketadi. Ammo tilning ichidagi narsa bo'lgan bo'lsa, agar noqutdan kichikroq bir narsa jutgan bo'lsa buzilmaydi, ammo cho'ngroq narsa bo'lsa, jutgan bo'lsa, mesela tishning orlig'i bir narsa qilgan bo'lsa, buni da buzib ketadi deydi olimlarimiz. 15-si mana namozni buzadigan emas, yeb iç yani su iç. Mesela su içipti bu adam. Bunu olan o adamınki namazı buzub ketadi. 16-si ameli kasir. Cık iş. Cık amel. Yani namazın işi durup yani cık işini qilibdi o adam. Yani cık iş deganida de bu nisbi bir gap endi. Nisbi bir gap yani adamlarımız yaptı. Yani cık iş degani yani ikki qo'l ihtiyacı var bir narsa qilibdi. Mesela bir adam qandaq namazın içinde ikki qo'lini ishlatib ayzig-mayzig qilibdi, mantat bir narsa qilibdi. Bunimi namoz buzib ketadi. Shuning uchun yani namoz o'qib bo'lgandan keyin namoz o'qigan odamda namoz o'qigan vaqt yuzida shuk turibchi qilishchi kerak. Namoz o'qishdan burun o odam chaponni tuzab, yani Allohning oldida o'ltirgan kelgan bo'lgandan keyin Alloh deydigan Allohninki oldida biz şu deydigan gapimiz aşağı ibadet qilgan bo'lgandan keyin hamma ish say qilib tugimizni yetib, mushta odat uchun hozircha bo'lishimiz kerak. Ammo Allohu akbar deb namoz takbir o'qib bo'lgandan keyin mundaq qilsak, buniga bir cho't diqqat qilish kerak. Agarda mushuni biz amal kasirniki qatorida kirdi desak, u odamning namozi buzilib ketadi. Ammo u amal kasir qatori kirmaydi desak, uchan o'zida ham har xil ixtilof bor. Yani amal kasir degan nima desa, ikki qo'l ehtiyoj bo'lgan yoki namoz o'qiyotgan odam buni ko'ptab qoladigan yoki sirtdagi odam undaq qarab, u namoz o'qiydigan odam shu bundaq jim turdi, odam ajib ish qilib ketdi desa, bu amal kasir bo'ladi. Buni bilan namoz buzilib ketadi deydi. Yani şu 17 xil narsa var namozni buzadigan, biz buniga diqqatchi qilishimiz kerak. Agar mush 17 xil narsani bir qilib qolgan bo'lsak, shuna ishlar yuz bergan bo'lsa, bu namozniki mana hayiti namozniki shakliga zid bo'lgan bo'ladi. Buning bilan namozimiz buzilib ketadi, qayta o'qish kerak. Endi namozni buzadigan narsaning ustida to'xtaldik. Endi namozning ichida qissa makruh bo'lgan shu. Yani namaz makruh bo'ladi. Yani namaz adab bo'ladi. Lekin u o'qigan namozniki savobi kam. Yani nimaga hadisga uyg'uncha bo'lmagan.
hem namazniki asli tabiiy qiyofatiga to'g'ri bo'lmagan bir shaklda ado qilingan bo'lib qoladi. Bu makruh degani bu bo'lmaydi demoqchi emas. Yani namoz bo'ladi, ado bo'laverdi. Lekin uni berdigan masalan payg'ambar alayhisolatu vasallamniki namoz o'qigan odamniki savob darajasi deganida, ya'ni bu narsa kam bo'ladi, Alloh qabul qiladi. Ammo unida yolg'iz shuni qabul qildi, uniga aslab beradigan mukofoti to'ban. Ya'ni makruh degan u. Biz endi makruhniki usul to'xtalamiz, namozning ichida qilsa, qanda ish qilsa namoz makruh bo'ladi. Buning usul to'xtalamiz. Birinchi namozning ichida makruh bo'lgan ishlar. Ya'ni namozning ichida biz endi Allohning oldiga kelgan bo'lgandan keyin, ya'ni takbir tahrima qilib, butun dunyodagi hamma ishni harom qilib, bu ayrim bir holatga biz o'tgan bo'lgandan keyin namoz o'qigan holatimiz jazman boshqa vaqtlardan jazman ayrim turish kerak. Biz namoz o'qigandan keyin Alloh meni ko'rib turdi, men Allohning oldida turdim degan qiyofat. Yani başka vaqt özümüzü qilsak bo'ladi, shu Alloh taolo 24 soatning ichida 5 qatim yüzge 5 qatimda, yani 5 vaqtda 5 qatim mening oldimda turganda bir holat shakllansa, shu joyda degan bo'ladi endi. Shu ibodatni biz qilishdan tazarru shu eng muhim, eng asos, yani mevzi, iligi bu, yani shu markaz nervisi namozniki xushu bilan tadarru bu asasendi. Bu asas olgandan keyin Allohning oldida turgan bo'lgandan keyin, ya'ni bir odam biz bir odamning oldida tursak, cho'ng katta yo cho'ng bir nima odam qarshida qanday holatda turamiz? Jimmidirab nim qilamiz, turamiz. Alloh taolo u kishidan necha ming hassa katta. Biz shu zotning oldida turamiz. Turgan bo'lgandan keyin butkul vujudimiz, butkul qiliqlarimiz, butkul faoliyatimiz Alloh meni ko'rib turibdi degan bir xil shakl, qiyofat, hay'at shu bo'lish kerak. Ana o'g'andagi bunuga zid o'g'an, bunuga loyiq bo'lmagan har qanday qiliq bina bu makruh. Masalan, namoz o'qidik deyli, namoz o'qidim odamni bunday qilib, oyziga nim qilib, bir putin bidam unda qilib, bidam unda qilib, yeni bidam unda qilib, unda qilib. Bu xushugi zid. Xushugi zid. Zid o'g'andagi bundaq odamniki namozi makruh bo'ladi. Ya'ni bir odam mesela siz bir adamı karşı kirip, şunda turup, bunda kısınız o adam neyim kıldı, sizge açık keldi o. Tüz tuğdu hep. Mesela askerlik aletini neyim kısak, çoğun kata başlarda turup bakkan olsa mesela cinaya var demeylem de. Aşağıda tuğan olsa adam, yani aşağıda kıyafetin aslık nimesi jutken olsa ayeti tanıkıt uçuraydı hem de. Biz hem Allah Teala şuna boğandaki namaz aleti buluş gerek. Şunda Allah'ın aldığı turvattım de şunda ruhluk, sevgek, uşyar, tahaşşu, huzur, tazarru den ibaret olgan bir xil, yani ümit, bir xil qo'rqinish, shunda suyunch, ana turvatemen degan bir qiyofat uchun bo'lish kerak. Bu namozniki asli, men mohiyati bu. Agar Allohning oldida men turvatman, ko'rib turadi, men Allohga men gapni qo'yataman degan bir huzur, alovat bo'ladi. Shunda o'qigan, shunda namoz anadagi Qur'oni Karimda deganidek, mana bu namoz u odamniki butun gunoh ishlari to'siqan bo'ladi. İnne salata kanat tananul mahşai vel munkar degan oyatga asosan u namoz u odamga ham mana hujjat bo'ladi, ham foydasi bo'ladi. Gunoh ishni mana to'sidiganga bir to'saq bo'ladi. Bo'lmasa uchun o shaklni tashqi farzini 14 farzini men to'liq qildim, sunnat o'qim deb ashta qilib, ko'nglingizda undaq bir shakl bo'lmasa, faqat jonsiz binasini egilib mundaq qilganidek şu yağaçның bir нәрсенің алдын мұндағын туғандек болуды, оның ешқандай бір әхметі жоқ. Ama şakıl cihati biz bolu deymiz. Ama kubul cihati Allah kanda kılıdı, o Allah yüzü bildi. Şunun için namazın ki en mühimi, en asası, yani yadrosu, mahiyeti, yani huşu bilen, yani tezellul, yani Allah'ın kokuş, Allah'ın aldığı yüzdeki bendeligini resmi, yani aşkarlaş. Bu, yani namazın ki asas mahiyet oludu. Yani bu nesige xilap kelgen her qanday bir qiyafetni, her qanday bir ishni qilib qoldi ki o adam, yani bundaq namaz makruh oludu. Bu bir. İkinciden, endi namaz o'qigan vaqt yüzüde, mesela yerda qilib qoldik. Qilib qolgan vaqt yüzüde taş var. Taşni olaman deb bir qancha qata, onu hep yine qilib qolsa, yine bunu da qilib qilsak, bu makruh. Masalan, sayda qilaman deb toshni ajrimaz yotkash. Ama bir qata qilib qo'ysak makruh emas.
Ama üç kata bulup kalgan killa bu namazımız mekruha aylanıp ketedi. Yani kabul oludu ama savabı ayeti degendek kam boludu. Üçüncüden mene yüzü peşanıza bir topup kalgamasa topuya seydi kılıp mene bunu silaş bu mekruh. Dördüncüden mesela selikeydi bu adam. Selikeygen bolsa selininki etrafıga seydi kıptı. Yani selim ki bu adam kışık küz geçip seydi kavakti peşanısını kılmay muşu sellisiniki nemisiga bu nasıl seydi kan bolsa bu namaz mekruh. Şunun da bir adam mesela bir nas kiyipti. Mesela tumak kiyipti, dop kiyipti, şapak dopu değil. Buna bir nas kiyip kalan bolsa o adam bu nasin üstüki seydi kılış mekruh. Siz doppa yoki bo'lmay tumak va kaza bir nas kelgandan aldinmada ko'tirib etib, ma peshoningiz ma seydi qilgan yagichi tegish kerak. Ma kelgan narsa bunda tegib qolishi bo'lmaydi. Bu namaz nimaga aylandi? Mekruhga alındı. Beshinchisi o'ziniki mana ikki biligini aşı hayvanga o'xshash, jitqush hayvonlarga o'xshash yeyib berish. Bu mekruh. Bu to'g'ri bo'lmaydi. Mesela seydi qilgan vaqt o'zidan seydi qildim deb to'g'ri shakl mundaq qilmay, mundaq qilib yani aşı hayvanlarga o'xshash, ishga o'xshash yani mundaq qilib seydi qilishning o'zi bu mekruh. Yani mekruh, yani siz qo'lingizni ko'tirsiz, ko'tirib mundaq tik tursiz, ammo hayvonda mundaq turib, mundaq qilsangiz bu qat'iy durust olmaydi. Mana oltinchisi, mana bir odam o'ziniki chechini bo'g'ib olish. Yani xuddi ishlarga o'xshash, uzun chash bo'lib qolgan bo'lsa, keyniga munda bo'g'ib olishning o'zi, bo'g'ib namoz o'qishningki o'zi bu mekruh. Chunki bu namoz bu chashni bo'g'ish degan ayollarga xos. Bu erkekке layıkçı bulmaydı. Şu şeytanniki bir işi. Ana oğlandakin bu adam eğer işte namaz okuğa vakti özüde muşda aksıga, muşda çeçini boğup muşundak kan bolsa yallah kandak bu adamniki namazı mekruh buludu. Mene yettincisi o adam mesela kim var? Kim uzun kiyip yaptı? Mene Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu kimniki uzun kiyse katli bulmaydı digerlik edisleri bu. Kim uzun alet kiyip algan bolsa, mesela uşuktan ütüp gitip de değil, bu namaz mekruh oldu. Ama bir adetken uzun kiyiş, uçağın özü de bu mekruh olması mümkün. Şuna bolsa mı, biz bu işe dikkat kılışımız gerek. Hem onun üstüne bu adam mesela alkınga seydi kıptı. Mesela kiyimini jıgıp yaptı, ya sangıl tuttu mesela. Yoğun bir kiyim bakken sangıl tutup olan falan kıptı. Ya ki bundaki bakken jıgıp yaptı, ta kılıp. Bunda kılıp. Bunda kılsa, bunda adamınki namazı yine mekruh. Mene 8'incisi bir adam mesela imam boptu. İmam boğa adamını ayrım bir iyigiz yege, kalgan cemaat pes yege, aşağıda okup, yani okşaş bunda bir şekilde bulmay. Bunda kılış hem mekruh. Yani imam ayrım bir yege mesela Yahudili, Nasaralı'da o popları ayrım iyigiz yerde durgan kalgan bir pes yerde durup bunda kılsa bu namaz yani namaz buludu ama mekruh olgun buludu. Yani imam okşaş, adam okşaş mundaq adette buluşçu gerek. Ama mihrab hazır şekilde onu da önemlisi mekruh bulmaydı. Hem de yeni bir 9. mekruh, mene bir adam namaz okuttu. Mesela septe oturup diken, septin aldığı septe boş şiyaban. Aşağıdan okup durup bu adam kendi durup, kendi septe durup namaz okusa şu adam ukka adamın namazı mekruh oldu. Çünkü aldığı septini toşkuzup anadaki ikinci septi turuşumuz gerek. Bu mene hadisteki buyruğunu çoğu bu. Hem de uyadı karap durup tüyü bir boş yatırıp uyadığını koymay okup kalsak bu namazımız şu adamdaki namazı duru ne mekruh oldu. Mene 10'uncusu bir adam bir hayvan söğütü var üzerindeki kiyimeden. Seydi kılgan cayı da peşanısı da mene kiyimi de hayvanın söğütü var ki mesela kiyimde seydi kılgan yeri de var. Hem seydi kılgan peşanısının bu yerde söğüt bu kalgan bunda bir narsa olsa, men aldı da seyit kılgan tarafından aldı da kalgan olsa, bundaki adamniki namazı mekruh oldu. Ama bu söhret o adamniki akıdı iken, hem tehdidi iken putu dessep duruptu, bundaki adamniki namazı mekruh bulmaydı. Ama o hayvanatniki söğütü pek küçükken, mesela 5 pek küçük, o jirahtı kalın takatken olmadı. Uçağın yüzü de o adamın namazı mekruh olmaydı. Ya üçür etipti o adam, o mesela söhretlerinki nemisi, bunu da namaz mekruh olmaydı. Şuna bolsun hem de, öyle söhret koyuş degендek, mena toğrucu emez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degендek, mesela undaq öyge periştenin kirmeydiğallığı, rahmetli düşmeydiğallığı, hem dikkat kılışkıp tegişlik de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emir kılgan, ilacı kim var, undaq yagi çoğun
o suratni akirmaslik kerak. Hem sayt qilgan vaqtda bu yerga diqqat qilish kerak. Mesela yanchig'imizda pul var, onun hech qanday nima yo'q. Yani surat bor degan sirtqi tarafda surat var. Mesela ko'ringan tarafda mesela. Bunda bir yer tarafda oldida sayt qandara bunu da makro. Ama ichki tarafda bo'libdi mesela ichki kiyimlarimizda. Bak kiyimimiz yapıptı. Bu çağın o'zida bunu da makro emas. Şunu da pul. Mesela pul da surat tuttu bunu da namazımız makro bo'lmaydi. 11-si meni makro bo'lgan ish, meni namozni o'qish vaqti o'zida, masalan, asli Allohning oldiga kelgan bo'lgandiki biz pokiz, jismoniy, ruhiy tarafdan pokiz holatda bo'lishimiz kerak. Kiyimimizmi shunda go'zal bo'lishi kerak. Ammo biz masalan ish kiyim, ishlaydigan vaqtda yerda kiyadigan kiyim deganidek bunda kiyim bilan o'qish, mana u odamniki namozi makro bo'ladi. Shuning uchun buni uchun diqqatli qilishimiz kerak. Allah'ın aldığı bağa vaxtida chiroyli, pokiz, ubdan kiyim bilan o'qishimiz kerak. Andagi bu to'g'ri. Ammo uyda kishi yuradigan kiyim bilan boshqa yo'q bo'lmaydi. Cho'nglarni boshqa bo'lmaydigan yo'q bo'lmaydi. Ishlaydigan kiyim bilan yo kechilik kiyim bilan bunda namoz o'qish u odamga nisbatan namozimiz makro bo'ladi. 11-si beshimizdan uch qo'yib o'qish bu makro. Ammo biz tazallul, biz Allohning oldida turib bek bechora deb rasmi xushi ketib o'chadi Allohning o'yishini uqmay. Bundan halat o'qigan bo'lsa, uçan makro emas. Ammo boshdan boshi bekor turib keyadis binasi bor. Bunda bir o'qish orqali o'qib qolsak, u namozimiz degandek ubdancho bo'lmaydi. Ham o'qigan imom qiroat qilgan, u qiroatning bilan oyatni sanayman deb o'tirib u odam buni qilish mana 13-si bu namozga makroga olib keladi. Endi 14-si masjidning eshigini taqib olish. Men namozningki vaqtlari g'ayrida bu makro. Endi chunki bu namaz degan masjidga namoz davomli o'qiydigan ya, uni taqvilish to'g'ri emas. Ammo keyingi davrlarda bo'lib masjid jiqdan mo'yin nasr bo'lgan vaqtda o'zida o'chada taqsa makro emas deb qaraydi odamlarimiz. Buni nima qilish kerak? Yana bir senda 15-si, masalan masjid voqea, masjid temining ustida masalan ayon bir yerda turib ya jinsiy munosabatda o'tkazish bu makro. Ham masjiddagi övgüsida tara sindirish, men 15-si bu makro. Ama mescit varken, mescit öy varken, öyün tepside bu kalsa mesela bir yer mescit, ama mesela bizim rayonlarımızda mescit namaz okuduğu ayrım bir yeri var ama öğüz ayrım öy var. Bu çağda terasındıranda o tepede ikinci kat olanında onun makro olmaz. Mesela 2-3. kat hazır 10. kattaki öyle var, bunun işkanda bir karayeti yok. Mene mescidni, mene zinetleş makro olmaz. Mene namaz okumagan bir adamın dümbüsü qarab turib o'qish ham makro emas. Namazın ishida turib ilan, chayan, vaqazan narsani o'ltirish agar ashad bo'lib qolgan bo'lsa, o'zimiz yon yetkazadigan bir odat bo'lgan bo'lsa, buning bilan namozimiz makro bo'lmaydi. Makro bo'lmaydi. Shunday bo'lgandaki biz endi mush ishlarga diqqat qilishimiz kerak. Endi biz endi namozniki buzadigan makroning ustida to'xtaldik. Yana birisi biz namoz o'qigan vaqt o'zida biz qiblaga aldık kılışımız gerek. Ana oğandaki bu kıblaga aldığımız qarash bo'lgandaki bir adam öyde o'qigan bo'lsa, bu yerda boshqa gap yo'q. Ammo tuzun yerda o'qigan bo'lsa, namoz o'qigan adam ya öyning matarafida o'qigan bo'lsa, jazman namoz o'quvchi odamniki oldida bir sutra bo'lish kerak. Sutra degani to'saq. Endi to'saq degan 1 metr atrofida inchga qo'lning mushadi kelsa, shunda qilib namoz o'qiyversak, o'chaning o'zida u oniki oldigan şu sütürün kendi adam ütüyverse bizga hech qanday bir ta'sir qilmaydi. Ama o narsa qo'ymabdik. Ya sütürning shu pardiniki oldigan bir adam ütüp qolgan bo'lsa, men uni gunosi bek og'ir. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam medisida bir adam namoz o'qigan odamniki oldida o'tganliginiki ne kadar gunoh ekanini bilgan bo'lsa edi, o adam aşağıda o'tmay 40 yil saqlab turdi degan bir hadisi var. Şunun için bunun için dikkat qilishimiz kerak. İlaç ki namaz o'qigan bo'lsa bir adam kendimizde menmasligimiz, şükürüşümüz, o'tmasligimiz çok kerak. Namaz o'qigan adam o'ziniki oldiga bir pardan, yani sütrini aviyatı degandek, işte bir narsa qadab, işte qilish kerak. Ayrım namaz o'qigan bo'lsa, mesela, ama imam bo'lgan bo'lsa, şu imam asli oldidan sütür qiladi, imam sütürse qolgan jamoatlarning hammasiga sütür bo'ldi. Ayrım qilmasaqmi, shundan bilan bu sütüre kamil mükemmel bu şekilde buluyordu. Sütüre hamdi qanday bo'ladi desa, bir gaz barmoqchilik dedik aviyati, buni o'xshash bo'ladi. Buni qanday yerga tikiladi? O'ttirib tiksa bo'ladi. Agar imkon bo'lsa, mush qashimizga birning o'ttirga ajrimizga yaqin, ya'ni sayt qilgan yerga nimcha o yoqib qo'ymay, yerga qadishimiz kerak deydimdi. Agar bir adam o'taman deb tursa, biz ayar gap qilmay, ishorat bilan mudaq to'sishimiz kerak.
Çünkü bunun da edisi var. Peygamber sallallahu eğer namaz aşnağa ötemen dep aşnağa kıvasa, sen onu tusunla, o şeytan, onu musa onu hatta ki uruş kanına diyen bir edisi var. Biz şunun için eğer o adamniki alıp ötkesmezligimiz, işaret kılışımız, tuzuşumuz, hem şundan bir günaha adam düşürüp koymasımız için biz perde bir şekilde kılışımız, hem namaz oku vakti üzere nemineki, törühneki aksda ya bir bulunda mescidinin ya çoğu mescid kalgan bolsa, ya ki muşunda bir adam ötmeydiğin darak ya aldığı ki varak bir okuşumuz gerek. Hem o adam ona alet düşürüp koymasımız için mesela aldı çıkıp yediğin adam bu kalgan bolsa yine okup turvalmay uçan özü işinin kekeyini de biz okumaydiğin anda bir yergi verip bir uzara namaz okuduğun bunda bir aleti çoğu şekilde okuşumuz gerek. Bu mesela biz o adam günah kalıdı, günah biz düşürüp koyan bolumuz bununla dikkatçi kılışımız gerek. Şunun için bu namaz ne? Aldığı gıpır üyüp gelgen nesi çok emez. Bu arkalık namaz buzup geldi diyen edisi mi var? Ne oğandayken buzup getmesi mi? Ötke adamı eğir günah oldu dendi. Şu günahı biz işitip koymasımız için namaz oku vakti muşunda sütürüne kılışımız. İyi gizlikçekte muşunda 1 metre 60 sant ya 1 metre. Çoğunluğu bunda bir nesini kılışımız. Ya ki bulmaydı törünü aksı okuşumuz. Ya bir tarafta okuşumuz. Ya bir bulunda ya bir hak ötmeye gayeden okuşumuz çoğun gerek. Eğer ütüp kalayım dese mundaq kılıp tuşuşumuz gerek. Yani buna oğanda üzerinde perde olma çoğun bir mescid tuttu. Çoğun mescidde mesela yadı kalış bulmaptı. Eğer ötmediği adam madem ayak seydi kan bolsa, seydi kan vakti küzüm ayak karılıp tuğan bolsa, o adam ayet ötken bolsa, o adamın karçık çürümegen mundaq o ayet ötken bolsa, mene onu da hiç kadar günah alette bulmaydı. Ama bu yerde görüp eğer seydi kan adamının namaz oku adamniki mişa qarab tursa, ayet adam kimin ötken köygen bolsa, okup kalgan bolsa, adamın günahı günah oldu. Şunu az yırağırarak o yerden ütüp ketken bolsa 3 sep aldı mındaq ya 1 sep aldı mındaq ötken bolsa, mesela ayada bir sep o yerde oldu ya 3. septir aldı mındaq ötken bolsa, o adam neki günah bolmaydı ama o yerde kömeydi hamda. Anda oğandikin biz namaz okanda bu işe bek dikkat kılışımız gerek. O keskemez okup mesela bizim bazı yerlerimizde namaz okudum dep hatta aldı sepki bağmay bu adamın kendi sepki verilgan bir iş var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı kısapniki faziletin ne kadar bek savabınınki ne kadar ikenligini bir Peygamber sallallahu bir kanç yedisi diken. Eğer bir adam dedi Peygamber sallallahu eğer aldığı septe boğan savabınınki ne kadar ikenli bir adam bilgen bolsa idi, uydu bu kalgan bolsa ömülep keldi. Hatta cemaat okuyan bolsa öz otursa bir septe men turtum dep çek taşlıştı savabını okuyan bolsa diyen edisi var. Biz ilacıkin bu aldığımız septe toşkuzup imamı yakınço turuşumuz çoğu gerek. Bunda bir hata bir iş kılıp kalmasımız için namaz ne? Kur'an edisindeki kösetken bunca daha doğru şekilde bir ada kılışımız gerek. Namaz buzulgan, mekruh kılıngan bunda bir işladın dikkat kılışımız gerek. Bizdeki hazırki dersimiz müşahitlik buldu ve yine bir hata görüş kişiler her kaslarını Allah'a emanet kıldık. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله